Sizlarim, yangilikka tayyormisiz? Home Life kompaniyasini mana shu kollagenli sho'rvasini tatib ko'ramiz. Sizlar bilan birgalikda yangiliklarni, surprizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir buni ochib tatib ko'ramiz. Mana ochib oldim. Ko'rinishi juda ham chiroyli. Buni tayyorlaymiz, qizlar. Buni ertalab och qoringa yoki kechqurun och qoringa ichib yotsalaring ham zo'r ozdira beruvchi, kollagen bilan ta'minlovchi sho'rva hisoblanadi. Mana endi o'ta qaynoq suv shart emas ekan bunga. Issiq bo'lsa bo'ldi. Qaynatilgan tuxum yoki qaynatilgan go'sht, o'zlaring xohlagan narsani ham qo'shishinglar mumkin. Hozir men birinchi tayyorlashimda o'zini ichib ko'rmoqchiman. Keyingilarida bemalol nima xohlasam qo'shib ichishim mumkin, qizlar. Faqat oqsilga boy, semirtirmaydigan mahsulotlardan qo'shib ichishinglar mumkin. Mana bu bizni kollagenli, ozdiruvchi va kollagen bilan ta'minlab beruvchi sho'rvamiz, qizlar. Tatib ko'ramiz va baho beramiz. Qani? Qizlar, вообще zo'r. O'zi kollagenni juda ham yaxshi ko'raman, chunki men 30 yoshimdan уже kollagen ichishni boshlaganman. Shuncha Allohga shukr. Yoshimni aytsam hamma taajjublanadi, ishonishmaydi va belog'riq, oyoq og'riq menda yo'q, qizlar. Allohga behisob shukr. Doimo kollagen bilan organizmimni boyitib kelaman. Mana bu ham kollagenli sho'rva, qizlar. Home Lifeniki. Tavsiya beraman. Inshaalloh tez fursatlarda bu ham O'zbekistonga kirib keladi.